Prostata bezi uchun foydali bo'lgan 5 moddani sizlarga aytaman. Xo'p, prostata bezi juda sezgir organ hisoblanadi. U hatto gormonlarga, yallig'lanishga va hatto stressga ham juda sezgir hisoblanadi. Birinchi moddamiz bu ruh. Ruh prostata bezida boshqa organlarga nisbatan eng ko'p konsentratsiyaga ega bo'lgan modda hisoblanadi. U nimani ta'minlaydi? Prostata bezida uni yallig'lanishga qarshi ta'sirini va sekret ishlab chiqarilish, prostata bezida sekret ishlab chiqarishning faoliyatini juda yaxshilaydi. Ruh nimalarda ko'p bo'ladi? Mol go'shtida, ostritsada, tuxum, yong'oq va sevimli mahsulotlarimizdan biri oshqovoq urug'larida juda ko'p bo'ladi. Xo'p, ikkinchi moddamiz bu omega 3 yog' kislotasi hisoblanadi. U organizmda estrogenni kamaytirish hamda yallig'lanishni kamaytirish va uchinchisi qon aylanishini yaxshilashda juda katta ishtirok etadi. Xo'p, u nimalarda ko'proq bo'ladi? Omega 3 bu asosan yog'li baliqlarda, bu lososda, xo'p, nardinda, sardinada ko'proq bo'ladi. Xo'p, keyingi moddamiz bu likopin. Likopin xo'p, prostata bezini xavfli o'smalarida hamda giperplaziyasini oldini olishda va kuchli antioksidant hisoblanadi. Bu nimalarda ko'p bo'ladi? Pomidorlarda, xo'p, qovurilgan pomidorlarda hamda tomat, souslarda juda ko'p bo'ladi. Bu pigment hisoblanadi. Xo'p, keyingi moddamiz bu yashil o'simliklarda, yashil sabzavotlarda ko'p uchraydi. Asosan brokkoli, gulkaram, karamlarda juda ko'p bo'ladi. Bularda vazifasi antioksidant hisoblanadi. Kuchli toksik ta'sirga ega, antitoksik ta'sirga ega, estrogen ishlab chiqarilishda ishtirok etadi hamda jigarda detoksikatsiya fermentlarini faollashtirishda ishtirok etadi. Bu ham juda kerakli moddalarimizdan biri hisoblanadi. Prostata uchun foydali bo'lgan 5-narsa bu suv hamda jismoniy faollik hisoblanadi. Prostata yoqtirmaydi o'tirib ishlaydiganlarni va kam suv iste'mol qiladiganlarni. Prostatani asrang va o'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmang.